Assalomu alaykum. Nabijon Nurmatov kanaliga xush keldingiz. Ya'ni kimna biz gektarning ichida yangilik sizlar uchun Rossiyadagi sog'ingan insonlarni qishloqda, palekda inshaalloh qovun, tarvuz juda danakday tuyib qolgan inshaalloh. Eng erta chiqayotgan joy mana shu Kolxozobod yangi turmush Qarabiroda. Chunki bu yerning jeri hammasi qiyirchoq, mana shuning hammasi qiyirchoq. Issiq dvoynoy bo'ladi. Mana paleklarni ko'ryapsizlar, uja 1 metrgacha joyilgan. Masalan, mana yaqinroq ko'rsatamiz. Mana 1 metrgacha joyilgan. Mana gay xili danakday tuygan. Bunday qovun. Mana shu gektar ko'ryapsizlarmi? Shunday bir ko'rsatamiz. Hammasi qovun, tarvuz deganim. Hammasi tarvuz. Bu ham tarvuz. Mana shu yerda bir 200 qovun bor ekan. Mana bu ham tarvuz. Endi bu yerning paleklar tez o'zgaradi. Endi bunda issiq bo'lib boshladi inshaalloh. Tez o'zgaradi. Şu videoni kimdir ko'ryapti, kimdir yaxshi bir kommentariya yozib qoldingizlar degan umiddaman. İnsanlar varki shu narsalarni sog'inib ko'rgisi kelib, qishloq endi prirodasi boshqachadan inshaalloh buni qishloqni ko'ryapsizlar. Qanday ob-havo juda yaxshi, palekning boshida kelib chaviq chapqingiz keladi. Bir jalangoyoq davrni yaxshilikni eslab, odam jirgisi keladi. Bu yer patklonka. Gruntovka emas, patklonka bo'lgan. Tarvuz ham, qovun ham, shu yerda 2 joy qovun bor ekan, boshqa hammasi praktiski mana jo'kni uzunig'a ko'rsatamiz. Nerinki bir pastdan turib og'ining, pastaytib mana shunday qovunni bir tarvuzni ko'rasizlar. Palegin demoqchiman-da, mana shu hammasi uzoqroq qilib ko'rsatamiz endi. Ana bu yer tarvuz. Mana shu polni shu 5 gektar, 6 gektarmi, 10 gektarmi, ko'p, juda ko'p. Mana shu yerning o'zida dedi 5 gektar dedi. Yana buna beriyog'ida ham bor. 10 gektardan ziyod tarvuz qovun bo'lsa kerak. O yoq ko'rinmaydi, uzoq. Bu yoq pastroq yer. Mana shu narsani sizlarga endi video davomida ko'rsatib beraman. Inshaalloh pishdi. Buna qovunlar ham polni gullab yotir. Bular ham endi buni hayitga, Qurbon namoziga bitta yarimta tarvuz degan tarvuz chiqadi deyapti egasi. Hali issiqda tez katta edidan bu yerda. Dvoynoy issiq bo'ladi. Ham patklonka, ham qiyirchoq bo'lgandan keyin ob-havo qiyirchoq qanday issiq bo'lgandan keyin oqshom ham sovimaydi. Shuning hisobidan tarvuz tez kattaraydi ekan. Eng birinchi ekilgan tarvuz palek mana shu mening ko'rganim shu yilgi hisobda mana shu Qarabiroda. Chunki bu Qarabiroda fevral oyida egildi-da. Fevralning oxirida, martning boshida shu qilib shu yer egildi. Boshqa joylarda ham ko'rguchim onda emas. Bu yerlar hammadan 10 kun, 15 kun oldin egilgan paleklar bu yerlar. Endi apparat bilan ko'ryapsizlar. Dari sepyapti. Bu dari sepgani qurti qumursqa, nersalarga, shiralarga qarshi darilar sepdi. Barkini jemas uchun, nersa qilmas uchun, jer buqa, xullas hamma narsa uchun paleka bizzat buni dari sebiladi. Buni bir ko'rsatib o'tamiz. Mana ular sebyapti, ko'ryapsizlar. Shuning hisobidan endi bittadan like, kommentariy yozib qolingizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.